Assalomu alaykum, agrotexnika o'z kanalimiz kuzatib boruvchilar. Bugun sizlarga juda ham foydali ma'lumot aytib o'taman. Juda ko'pchilik so'raydi, lizingdan qaysi lizingdan olsa bo'ladi, nima qaysiniki arzonroq. Juda ko'pchilik shunaqa savol beradi. Endi hozir yonimda lizinglar juda ham serob, mikrolizing, avtosanoat lizing, agrolizing, HSM lizing, agrostroy lizing, yana lizinglar, hamkor lizing, juda serob lizinglar. Endi hozir bu kunda ikkitasi ishlayapti. Shuni qishloq xo'jaligi uchun ikkalasi sразу tez ishlayapti ikkalasi. Mikrolizing bilan avtosanoat lizingni solishtirib beraman sizlarga. Xo'p, 145 millionga bu yerda anaqa summa qo'yilgan. 145 million 3 yilga 36 oy. Oldindan to'lov 52 million 750 ming chiqyapti. Bunda mana 6 million 562 ming va sug'urtasi oshiqcha bunda mana. Bunda sug'urta oshiqcha. Jam bo'lib 52 million 750 ming so'mga chiqyapti. Bunda foizi 18.1%. Mana unda ko'ramiz. Avtosanoatda bunda 45, bunda avtosanoatda 30% dan lizing foizi. Lekin ikkalasini bitta solishtirib beraman. O'zlaring hayron qolasizlar hozir ko'rib. Buniki 30% bo'lsa ko'p chiqish kerak-ku deganlarga, nariginiki 18% ozroq chiqish kerak degan juda ko'p savol bo'ladi. Shu savolga mana bugun yechim qilib beraman. Xo'p, oldindan 43 million 500 to'lov qilinyapti, nariginda 52 million to'lov qilinyapti. Salkam 9 millionga yaqin summa oshiqcha mikrolizing to'lanar ekan. Endi bunda oldindan to'lovdan tashqari 150 millionga boryapti. 10 million, 15, har 3 oyda bu. 10 million, 15, 15, 14 shunaqa tushib ketyapti. Jam bo'lib 150 million so'mga aylanyapti. Endi mikrolizingni ko'ramiz. 32 milliondan birinchi 6 oylik 32, bunda 6 oyda bir bo'ladi. Nariginda 3 oyda bir bo'ladi. 30, 27, 24, 22, 19 jami bo'lib 157 million 470 ming chiqyapti. Lekin buni 18% mana ko'rib turibsizlar, 18%. Lekin avtosanoatga 30%. Xo'p, mana bunda 150, narigida 150 7 million chiqyapti. Mana 7 million oshiqcha chiqyapti. Endi bunda общий summa qanchaga boradi deganda mana hisoblaymiz. 52 million oldindan to'lovi bilan va 3 yil ichidagi summa barchasi bo'lib to'lanadigan summa hammasi 3 yilda qanchaga aylanishini 145 millionlik narsa qanchaga aylanishini hozir hisoblab beraman sizlarga. Xo'p, 157 million hisoblab turamiz. 157 52 million 52 qo'shilgan 52 million 209 million 210 million laqtaylar bilan 210 millionga borar ekan. Endi avtosanoat lizingini ko'ramiz. Avtosanoatda 150 million bo'lyapti bunda. 150 qo'shilgan tepada qancha? 43 million 500 ming so'm. 43 million hisoblab turamiz. 193 million so'm. Salkam 17 million razisa qilyapti. 17 million. 17 millionga razisa ko'proq chiqyapti mikrolizingniki. Mikrolizingda 17 million yuqori, lekin avtosanoatga foizi baland 30%, lekin qandaydir mana 193 million chiqyapti. Lekin mana bu yerda 194 million 384 million. Endi bu qanaqadir adashmovchilik bo'lishi bo'lgan. Mana narsalarni laqtaylarni hisoblamaganman-da. Mana mayda summalarni hisoblamaganimda shunaqa summa bu kelib chiqdi. O'zi mana lizing shartnomasi 194 million 384 mingga aylanadi deb yozib qo'ygan mana bu yerda. Bunda mana 210 millionga aylanyapti. Hurmatli obunachilar, videomiz yoqdi degan umiddaman. Keyingi videolarimizda sizlarga boshqa texnikalarni va umuman texnikalarni solishtirib, Polshaniki yoki Chexiyaniki shunaqa texnikalarni ham solishtirib beraman. Kommentariyada yozib qoldiringlar, keyingi videolarimizda qaysi texnikani solishtirib beraylik. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.